Assalomu alaykum, hurmatli aziz ota-onalar, aziz mehmonlar. Bugun barchamiz Yangiyer shahar 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining hisobot konsertida jam bo'lib turibmiz. Ushbu go'zal kechada san'atga oshno, iste'dodli yoshlarimizning 1 yillik mehnati, izlanishlari va ijodiy yutuqlariga guvoh bo'lamiz. Musiqa va san'at inson qalbini tarbiyalaydigan, ezgulikka chorlaydigan buyuk kuchdir. Bugungi konsert orqali yosh iste'dodlarimizni o'z mahoratini namoyon etib, siz azizlarga unutilmas taassurot qoldiradi degan umiddamiz. Ochib berish uchun so'z maktabimiz direktori Aliqulova Yulduz Rustamjonovna hamda mehmonlarimiz 14-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi direktori Mamatkarimov Xurshid aka hamda 15-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi direktori Yuvasheva Aziz akalarga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli bugungi hisobot konsert dasturiga yil sarf hisobi 2025-2026 o'quv yilida qilingan mehnatlar samarasini farzandlaringiz orqali, mana shu o'quvchilar orqali, shogirdlarimiz orqali qilingan ishlarni sarf hisobi desak bo'ladi. Xush kelibsizlar. Kelganimizda xursandmiz. Taklif uchun tashakkur bildiramiz shu maktab rahbariyatiga, Yulduzxonga, mana shu maktabda faoliyat yuritayotgan barcha ustozlarga. Bugun sahnaga chiqadigan ishlar bu yil davomidagi ustozlarimizni o'zlarini farzandiga bermagan mehrni erta tongdan to kechga qadar siz azizlarni, ota-onalarni farzandlariga, sizlarni yaqinlaringizga bergan bilimlarning natijasi deb bilamiz. Barcha ijodiy ishlarga omad tilaymiz. O'quvchilarga mana shunday kichik sahnamiz katta pillapoya, katta bir sahnalarga zamin bo'lishiga albatta ishonamiz. Mana shunday sharoitlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga, qolaversa madaniyat boshqarmasi boshlig'imizga, qolaversa barcha mana shu zahmatga, shu ustozlarimizga, san'at va musiqani tarannum etuvchi barcha aziz muxlislarga tashakkur bildiramiz. Barchasi uchun mana shunday tashabbuskor maktab direktoriga rahmat aytamiz. Rahmat do'stlar. Tushunayapsizlar. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ota-onalarimiz, mehmonlarimiz, ustozlar, jajji bolajonlarimiz, biz uchun doim qancha ulg'aysanglar ham biz uchun jajji bo'lib ko'rinasizlar. Bizni 2025-2026 o'quv yilini bitiruvchilari, ilohim sizlarni yo'linglar doim yorug' bo'lsin. O'qituvchilarning yuzini doim yorug' qilib yuringlar. Oliygohlarga grant asosida o'qishlarga kirib ketishinglarni tilab qolamiz. Maktabimizga har bayramlarda tashrif buyurib turinglar, o'qituvchilardan xabar olib turinglar. Ozgina hayajondaman, chunki 1 yildan o'tgan bo'lsa ham, lekin hamma o'quvchilar bilan shunchalik yaqin bo'lib ketganmiz. Bu bitiruvchilarimizni ichida ham men uchun juda qadrli o'quvchilarimiz bor. Ular xuddi farzandim deb qolgan. Kelgan mehmonlar uchun kattakon tashakkur aytaman. Barchalarni qimmatli vaqtlarini ayamay hurmat qilib kelganinglar uchun bugungi konsert dasturimizni ochiq deb e'lon qilaman. Kattakon rahmat. Ko'p vaqtlaringiz doimiz avvalambor assalomu alaykum barchalarga. Hech qanaqa balandparvoz gaplarsiz bitta kichkina men elementlarga e'tibor berib yuraman. Baribir ayolmi erkakmi, agar u insonda didi bo'lsa, bilinadi qilgan mehnatidan. Bu ko'rib baribir gullarni chiroyli nima deydi tartib bilan turganini ko'rib, didni aytib o'tib ketmasam, nima deydi o'zim uchun bir gunoh deb bilaman. O'qituvchilarga umuman bu yerda nima demoqchimiz biz? Maqsadimiz jamoa. Hamisha jamoa bir bo'lsa, har doim qilingan mehnat chiroyli ko'rsatib bera oladi. Hozir o'quvchilarga emas, o'qituvchilarga imtihon. Chunki hisobot konsertida o'qituvchilarni qilgan mehnati chiqadi. Shu o'rinda kichkinagina bir, bu kichkina yutuq emas, bu katta yutuq. O'qib eshitiraman. Sertifikat bilan taqdirlanadi. Aliqulova Yulduzxon Rustamjonovni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining hududiy madaniyat organlari faoliyatini yuritayotgan rahbar xodimlarning kasbiy kompensatsiyalarini oshirish to'g'risidagi 2025-yil 14-oktyabrdagi 484-buyrug'iga asosan menejmentlik yo'nalishi bo'yicha 36 soatlik maxsus kursida malaka oshirganligi uchun sertifikat bilan taqdirlanadi. Bu menejmentlik sohasida endi bilasizlar, rahbarlikda chiroyli o'zini rahbar qilib berib, yetkazib bera oladigan darajada shu 36 soat o'qidilar.
Akmal akani o'sha malaka oshirish institutining rahbari shaxsan o'zlari iltimos qildilar, rahbarlar o'zlaring beringlar, taqdirlanglar buni. Bilsinki, shtobi uzr ruscha gapirib qo'shilib ketdim. Bilsinki, rahbarlari menejmentlik yo'nalishida rahbar osmondan tushib qolgan yo'qligini bilsinlar degan ma'noda o'zlaring yetkazib qo'yinglar dedi. Mana shu omonatni ta'sirlaring ostida topshiraman. Qabul qiling. Xudo xohlasa yana 2 yildan keyin menejmentlik kursiga endi imtihon asosida qabul qilinib, yana imtihonlar bo'lib, menejment bo'ladi. Bu YouTube jamoangizga ham YouTube. Hammanglarga rahmat, omadlaringizni bersin. Bitta narsani aytib ketib qolay. Bo'lmaydi, o'zim shaxsan ijodkorman, san'atkorman. Bu sizlarni nima demoqchiman? Kimdir yiqilib tushishi mumkin, kimdir qoqilib ketishi mumkin, reaksiyaga bog'liq bo'ladi. O'sha qoqilib ketgan bolacha qarsak chalib beringlar, iltimos o'sha qoqilib ketsa, adashib qolsa, chiroyli yuz bilan. Chunki u bolachani bir umr yodida qolib ketadi o'sha, masalan, men sharmanda bo'lib qoldim deb. Bu sharmandalik emas. Bu birinchidan nazar, ko'z tegishi mumkin yoki bo'lmasa ehtiyotkorligi, ehtiyotsizligi yo hayajon orqasidan. O'sha reaksiyaga iltimos qilardim sizlardan, zritellardan. Chiroyli yetkazib beraylik. Voy, devormaylik faqat iltimos. Rahmat, sog' bo'linglar. Uzr ketasizlar. Rahmat. Eng ko'p gapirganimiz siz bo'ldingiz, lekin bilaman ozgina issiq, lekin biz konsertni oxirigacha yoninglarda bo'la olmasligimiz mumkin. Bu uchun sizlardan ming bor uzr so'rab qolaman. O'shaning uchun o'quvchilarimiz, ustozlar qo'lidan faqat familiyalar tez o'qiladi. Iltimos kelib tashakkurnomalarni qabul qilib olasizlar. Ota-onalardan so'rab qolamizki, qarsaklar davomiy bo'lishini, to'xtamasdan kayfiyat berib turishinglarni so'rab qolamiz. Rahmat kattalar. Sirdaryo viloyati Madaniyat boshqarmasi tasarrufidagi Yangiyer shahar 4-sonli bolalar musiqa va san'at maktabi rahbariyati nomidan fidokorona xizmatlari uchun 2025-2026 o'quv yilida faolligi, konsert tadbirlarida o'z ijodi bilan muntazam ishtirok etib kelayotgan Bahriddinov Foziljon tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan To'ychiyev Bekzod taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Xudoyqulov Jasurbek taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Shahobidjonov Farruh taqdirlanadi. Marhamat. Jasurbek. Bitta narsani aytib ketay. Mana bizda akamizning o'g'li Jasurbek bu yil ham bitiruvchi doira sinfida o'qiyapti. Tabriklab qo'yishlaring mumkin. Eng faol o'quvchilardan biri Azizbekning shogirdi. San'atkor avlodi davom etadi demoqchiman. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Shahobidjonov Farruh taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday yana bir tashakkurnoma bilan Islomov Timur taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday yana bir tashakkurnoma bilan Po'latov Samandar taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Rahmonov Bekzod taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Akramboyeva Marjona taqdirlanadi. Marhamat. Tashakkurlarni qo'llab-quvvatlab turamiz. Yodgorova Malika taqdirlanadi. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan To'lqinov Husan taqdirlanadi. Marhamat. Qarsaklaringiz bilan davramiz markaziga chorlab qolamiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Abdullayeva Yasina. Marhamat. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Navro'z va Farzona taqdirlanadi. Marhamat. Navro'z va Farzona. Marhamat. Malika va Samira xuddi shunday tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Marhamat. Marhamat, davramiz markaziga chorlab qolamiz. Yana bir xuddi shunday tashakkurnoma bilan Elchiyeva Jasmina. Marhamat, qarsaklar bilan chorlab qolamiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Sagamanyan Arivik. Marhamat.
Yana bir xuddi shunday tashakkurnoma bilan Navro'z va Shodiyona taqdirlanadi. Marhamat, qarsaklaringiz bilan davramiz markaziga chorlab boramiz. Xuddi shunday tashakkurnoma bilan Sultonova Sarvinoz taqdirlanadi. Marhamat. Yok tashagan. Yana bir xuddi shunday marhamat doirachilar ansambli. Qarsaklaringiz bilan davramiz markaziga chorlab turamiz. Провожає вчорашні в'ючуси на старий дощик, буде дальний пар. Очі золота, ключик золотой, ти утра весела крой. Утра, наши распахни, сумрак ночи с улиц прогони. Вьючусы на старой башне, ночью было страшно, снег на залитой земли. То, что ночью было страшно, стало теплым и домашним, стало милым и смешным. Ой, часов, как ключик золотой, ты утро весела открой. Утро, ночь распахни, сумрак ночи с улиц прогони. Актеры, сан, семени, поганый сан. Гусар, Узбекистан сан.
Rahmat. Dil kuylasin. Muhammadjon Mirzayev musiqasi. Marhamat. O'quvchilar ijrosida Poponiga beramiz. Marhamat, qarsaklaringiz bilan davramiz markaziga chorlab qolamiz.
so'ragan holatda ma'za qilib konsert dasturimizni tomosha qilinglar. Aziz aka, biz endi nima deydi, konsertimizni biz uchun yopib bering, biz uchun, qolgan tomoshabinlar uchun davom etadi. Biz yopishga hali ertalik. Mana bu jonimizni chaqirsak, hozir navbatdagi o'quvchilarimiz tayyor bo'lgunga qadar bu jon keling. Hozir bitta mana shu ajoyib fikr bo'ldi, men videoga olib turib ajoyib bir kanallarga tashladim. Keling bujon, yoshlarga, ustozlarga, o'quvchilarga o'zingiz trakingizni davom berasiz va konsert nomerlarini, dasturlarini davom ettiramiz. Konsert qanday bo'lyapti? Juda qiziqarli, tayyorgarligi zo'r. Mana shu jomalarga qatnashayotgan ota-ona vaqtini ayamaganlarga juda xursandman. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Mana xursandchiligimizning cheki yo'q. Buni har doimgidek ota-onalar, farzandlar zavq qiladi. Oxirgi andaqa lekin keldi, rahmat. Hammasiga faxriy yorliqlar berdi. Yoshlarimiz ilohim bo'li bo'lsin. Hamma qatnashayotganlar baxtli bo'lsin. Shu ukajonimga, singiljonlarimga, oilasiga omad tilayman. Farzandlarning orzu havasini ko'rib, bu konsert nomerlari ko'rishga oson, lekin tayyorlanish juda ham qiyin. Buni yurakdan his qilishimiz kerak. Bitta bolaga bitta qo'shiq qilsak jarayonida juda qiyinchiliklar bo'ladi. Shuning uchun oson demaymiz. Mana shu jomaga qatnashgan barchalarga minnatdorchiligimni bildiraman. Konsert nomerlari juda ham chiroyli o'tdi. Men maqtanishga emas, har doim tadbirda faol qatnashaman. Tadbir desa birinchi o'rinda lekin kelaman. Vaqtimda ayamay. Mana kelayotganlarga ham hammalaringizga katta rahmat. Bayram juda ham chiroyli o'tyapti. Mana qizimizga, mana qancha mehmonlar, yosh yigitlar, hammasi mana shu muzikant direktorlari ekan. Shulardan ishlariga omad, oilasiga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik tilayman. Mana bu yil prezidentimiz albatta mana mahallaning andaqasi, jamiyatning rivojlanishi deb qaror chiqardi.
albatta yoshlarimizga juda katta omad yor bo'lsin. Mana yurtboshimiz ko'raysizlar, qancha yoshlarga imtiyoz beryapti. Qancha futbolda jahon chempioni bo'layapti. Ko'raysizlar, qancha prezidentning yutuqlariga erishayapti. Bu yoshlarimizning kelajagi. Yoshlarimiz O'zbekiston tinchini Allohim o'rdoqlasin. Ota-onalarning yuzini yerga qaratmasin. Yoshlar, mana shu O'zbekiston yoshlarimiz farovonligi, tinchlik, omonlik bo'lsin. Yana bir bor sizlarga sog'lik, salomat, oilalaringga tinchlik, omonlik, farzandlarning mo'jizasini ko'ringlar. To'y ro'zg'orlar orsa Allohim hammalarini har safarlar borish jumlay nasib aylasin. Sizlar uchun katta rahmat, e'tibor uchun sog' bo'lasizlar. Rahmat. Gapirishni bilmadi, yarim soat gapirdik. Yuzlaringizda kulgu tabassum arimasin. Eng sara nomerlar, eng sara dasturlar hali oldinda. Mana shunday hamkorlik hech qachon sizni bizni tark etmasin. Ota-onalar farzandiga qanchalik e'tibor berib, dars jarayonida hech bo'lmaganda hisobot konsertlarda kelib turib, birgalikda namoyish qilib, birgalikda tomosha qilsa, biz ustozlar mana shundan xursandmiz va bundan keyin bundan-da chiroyli konsert dasturlari tayyorlashga tayyormiz. Onajon, rahmat sizga. Konsert dasturimiz davom etadi. Navbatda esa suxandon do'stlarimizga yetamiz beramiz. Teatr yo'nalishi o'quvchilari ijrosida spektakl Kelinlar qo'zg'oloni yangicha talqinda. Tabarruk joyini chinni bozor qilib tashlabsizlar-ku. Oyijon, menda ayb yo'q. Hammasini mana buni boshladi. Hammani chaqirdi-da, o'ynaymiz dedi. Keyin esa mana buni Instagramga promo efir qilamiz dedi. Keyin esa hammasini mashlabasiga. İşlemiyor alıyadı bunu. Olacak oldu. Hocam to'ydan keyin men bir marta ham mashq qila olmadim. Yo'q, shunaqami? Hammadi. Qani bir hunarlaringni ko'rib qo'ying-chi, sotdi. Labay, ana o'lgudi qulog'ini burab qo'ying, xo'pladi. Ko'ramiz. Xo'sh, kimning nima gapi bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'p yasha, ko'p yasha. Sotdi, Labay. derazani yo'q. Bugün bir canım bulayım. Doğru çata ağlayayım. Kim görse görmesem ayrı. O'zimga yapsam bo'lgan. Yasam qilib yalpayib o'tirsang, ro'zg'orga kim qaraydi? Şimdi tanıyor şeytan mısın ha?
qayni tanigan ekansan. Bayram qilmoqchiman degan. Yaxshi xo'p o'ylab topsan-da. Bularni yoshida erimni yuziga qarab gapirishga uylardim. Soatdagi gap yo'q. Bo'ldi, yetadi. Zo'r hunarlaring bor ekan. Bugun mening erta kelganligimning sababi bor. Bugun oyliklaring tushish kerak edi, shundaymi? Ha, oyijon, oyliklar tush kerak. Qani, bitta olib kelinglarchi. Sotdi, labbay, daftaringni olib chiq, ha bo'ladi. Nega qo'rqib qo'sib o'xshab turibsizlar? Bitta kelinglar. Sotdiga ber, menga. Buni cho'g'i kam-ku. Desangiz, oyijon, sinfdoshlar bilan o'tirishimiz bor edi. Shunga ozginasini olib turdim. O'tirishing bilan men ishim yo'q. Keyingi oyligingda hammasi naqd bo'lsin. Buni ham to'ldirib kel. Следующий. Mana oyijon. Sotdiga ber, menga. Sana bir sotdi. Oyijon. Hajon. Shu desangiz, Xo'sh. ishxonamizga chet eldan ko'ylak kelgan ekan. Kelgan bo'lsa nima qilay? Ha, shuni olib berasizmi degandim. Qanday kelgan bo'lsa shunday ketadi. Odamlarga ham hayronsan. Xo'rozxon chet elniki desa yotib olib yalashadi. Ko'ylak kush. Keyingisini chaqir. Следующий. Oyijon, men shaxsiy pulimni sizga berishni istamayman. Yo'q, shunaqami? Hamma berar ekan, sen bermaysanmi? Nega? Men musiqa maktabi Instagramida layklarni oshirib, obunachilarni ko'paytirmoqchiman. Obunachilarni ko'paytirib nima qilasan? Prosmotr ko'paytirib, reklama yoqtiraman. Reklamadan senga nima foyda? Obunachilarimiz ko'payadi. Shunga ham pul kerakmi? Mana shuncha obunachilarimiz o'tiribdi-ku. Qani telefonlaringni olib, maktabimiz Instagram sahifasiga obuna bo'linglarchi. Hay bola, hozir telefon ko'rib o'tirgan eding. Nega yashirib olding? Olib obuna bo'lchi. Mana. Voyjon. Meni bular Instagramda bloklab qo'ygan. Esa men Instagramda fake account ochib, ularni tomosha qilib yuribman. Shoshma. Labbay, sen knop ishlataman deganding-ku. Ana! Aytib qo'ying, buni Instagramda dedim-ku. Bo'ldi, shunga ham urushmanglar. Farmon bibi. Farmon bibi. İşte. Sotdi bibi. Labbay, eshikka qara. Ha bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshimi? Bel og'ridi, oyoq og'ridi, bezovta qilmayaptimi? Ha, tuzuk. Nima maqsadda kelgandingiz? Shu desangiz, sizni o'g'lingiz musiqa maktabida ishlar ekan. Xudoga shukr, ishlaydi. Shu meni bir o'quvchim bor-da. Shu. Ha endi bola bo'lsa shu bo'lsin. Talanti bormi deyman. Ha bo'lsa bordir. Shu desangiz, sizni o'g'lingiz meni o'quvchimni xalqaro konkursga chiqardi. Voy, men bu joyga ayrilisha olmayman, aylanay. Hamma harakatini mana o'zim ko'taraman. Tushungan ayol ekansiz. Gapni bu yerdan boshlamaysizmi? Hozir. Sotdi? Labbay. Akangni chaqirib yubor. Xo'p bo'ladi. Hozir o'zi keladi. Gaplashib rozi qilasizda endi. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. O'g'lim, bu kishi bir yumush bilan kelibdi-da. Sen musiqa maktabida ishlaysan. Bu kishini bir o'g'ilchasi bor ekanda, juda talantli ekan. Faqat
musiqa maktabiga bormagan ekan. Shuni yo'lini qilib, xalqaro konkurs olib chiqsang degandim. Hamma xarajatini o'zi ko'tarar ekan. Agar sahnaga pul bilan chiqilsa, unda mehnatning qadri qayerda qoladi? Eng muhim iqtidor. San'at oddiy joy emas. Unga har kim ham chiqavermaydi. Biz bir sahna uchun oylar davomida mehnat qilamiz, ter to'kamiz, o'z ustimizda ishlaymiz. Har bir so'zda, har bir qadamda mehnat, sabr va fidokorlik bor. Agar bu pul ustun ketsa, unda iqtidor yo'qoladi, adolat yo'qoladi. San'at esa bunday adolatsizlikni ko'tara olmaydi, oyijon. Ko'ryapsizmi men o'g'limni? Gapga kirmaydigan xilidan. O'ziga bolalarga hayronsan. O'z onasini gapini ham ikkita qiladimi? Ha, mayli. Bo'yit bo'lmasa, albatta keyingi yillarda o'qitaman. Albatta keyingi yil jo'nating-a, o'zimiz zo'r kutayapmiz. Mayli, chog' bo'ringlar. Soatni labat kuzatib qo'ying, qo'biladi. Oyijon, men ham borib qolay, ishlarimni duo qiling. Bir duo qiling. Oltin boshing omon bo'lsin, bor. Oyijon, biz ortiq bu uyda yashay olmaymiz. Chunki bu uyda tartib bor, lekin mehr, e'tibor etishmaydi. Oyijon, biz bir narsani tushundik. Bu uy go'yo kommunistik jamiyatga o'xshab qolibdi. Ha, to'g'ri oyijon. Voy o'lay, oyijon. Sizga gapiryaptimi bular? Sharmanda. Jil sotdi. Men ham bir narsani tushundim. Yillar davomida bu uyni tartib bilan boshqaraman deb o'ylar edim. Ammo bugun bildimki, oilada tinchlik bo'lishi uchun tartibning o'zi yetarli emas ekan. Agarda mehr bo'lmasa, uy soviydi. Sabr bo'lmasa, ko'ngillar soviydi. Hurmat bo'lmasa, hech qanday vaqt qolmas ekan. Oyijon, bizni kechiring. Sizni xafa qilmoqchi emas edik. Yo'q, men hech kimdan xafa emasman. Kelinglar bolalarim, bir narsani unutmaylik. Oilamizda tartib o'z yo'liga. Eng muhimi mehr, sabr va o'zaro hurmatni. Agarda shular bo'lsa, uyimiz tinchlik va totuvlik maskaniga aylanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kattakon rahmat. Davom etamiz azizlar. Fortepiano yo'nalishi o'quvchisi Navruz va Farzona ijrosida Takatina. Marhamat, qarsaklaringiz bilan davramiz markaziga chorlab qolamiz. Rahmat aytib qolamiz. Davom etamiz azizlar. An'anaviy xonandalik yo'nalishi o'quvchisi Bahriddinov Foziljon ijrosida Sensan sevarim. Marhamat, davramiz markaziga chorlab qolamiz. Sensan sevarim, Rahmat, Angelda navbatni xoreografiya yo'nalishi o'quvchilari ijrosida Omonyor.
Bizni sevib tomchilar, har tomchi amalidan dunyo to'ri to'qilar. Kam dunyo ularning ham Maktabimiz o'quvchilari ijrosida Dilxiroj o'zbek xalq kuyi. Marhamat. Yo'qgan bo'lsa davomiy qarsaklar bo'lsin qadr. Konsert dasturimiz o'z nihoyasiga yetib boradigan, biz siz azizlar bilan xayrlashmaymiz. Aksincha ko'rishguncha deb qolamiz. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Hamisha ezgu kunlarda mana shunday konsert dasturlarida ko'rishib qo'ying. Ota-onalarimizning so'zi bor ekan, marhamat. Хотите, я на видео сниму? Я видео сниму. Barchaga assalomu alaykum. Suray Xalbutan, Jasur ustozimiz, mana Stasiya Anatolyevna barchasiga biz rahmat aytamiz. Dilnoza opaga chiroyli kuylalar uchun.
Borlaringga shukur. Hech qachon shu savobli ishlaringizni to'xtamang. Biz sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu 5 kun emas, 5 yil. Borlaringga shukur. Katta rahmat hammaga. Ishtirokingiz uchun kattakon rahmat aytib qolamiz. Har doim konsertlarimiz mana shunday bo'lsin. Yoshlarimizga kelajaklarida omadlar tilab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Boshimiz yerga tekkuncha ta'zimdamiz azizlar. Rahmat. Hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar, qizlarim, rahmat hammaga, ota-onalarga rahmat deyman. Bizni shunday qo'llab-quvvatlab, bolalaringni qo'ldan yetaklab 5 yildan beri mana shu yerga kelib shu dargohda o'qitib, shuncha chiroyli, madaniyatli o'quvchi insonlar bo'lib yetishayotganiga darrov xursandman. Nima demoqchiman? Bu yil 4 nafar qizlarim bitirib ketyapti xoreografiya yo'nalishi bo'yicha. Men ularga kelinglar. Men ularga omad tilamoqchiman. Men ularga omad tilamoqchiman. Kelinglar, sizlar ham kelaveringlar. Mana shu 4 ta qizim bitiryapti. 5 yil davomida meni yonimda, meni ko'zimda oldida ulg'ayishdi. Juda ham mana shuncha alivik va kishi mana shuncha bo'lib kelgandi. Mana shuncha mendan ham bo'ylari baland bo'lib ketishdi. Sizlarga omad tilayman qizlar. Keyingi o'qishlaringizga. Mana bu ikkita qizim ketyapti Toshkentdagi Xoreografiya akademiya maktabiga, xudo xolasa. Shodiyona Farzona. Alivikani ham juda xohlagandim borishini, lekin u siz boshqa yo'nalish tanlamoqchi. И всем я желаю счастья, девочки. Вы же понимаете, да, по-узбекски, да? Можно я по-узбекски говорю, а то волнуюсь. Omad tilayman, yaxshi o'qinglar, yaxshi qiz bo'lib yuringlar. Ikkalang o'qishga kirgin. Meni yuzimni yorug' qilinglar. Kim o'qituvching deganda, ha, Yangi shahri Sirdaryo viloyati falonchisi rahmat o'qituvchingga desin. Shuncha yildan beri har yili o'quvchilarim kirgan. Hamma o'qituvchingga rahmat deganman. Shunaqangi bir qop semiraman yana yoshar ketaman bu so'zni eshitgandan keyin. To'g'risi, ota-onalarimga, sizlarga ham podдержка uchun rahmat. Boringizga shukur. Sizlarga omad. Har sakrabdan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Поцелуйте, o'qib qo'yinglar. 5 yilga все.